Bu dommi yo hovlimi? Bu dom laqabli hovli. Assalomu alaykum. Jangalga sotamiz. Kattaqo'rg'on shahardan 2 qavatli uyni birinchi qavati sotilyapti. Uyimizga kirganda mana shunaqa ko'tarmachasi bor. Bu yerda esa hol joylashgan. Holdan hamma xonalarga kirish eshiklari. Holdan kiraverishda masalan o'ng tomonimizda ajoyib bo'lgan mehmonxonamiz bor. Shuningdek, mehmonxonadan keyingi eshik yotoqxona. Bu yerda sanuzel va mana bu yerda ham bitta xona joylashgan. Ushbu xonadonimiz dom bo'lishiga qaramasdan Mana shunaqa shinamgina hovlichasi ham bor. Orqa hovliga chiqqanda mana shunaqa shinamgina bog' va hojatxonani ham shu tarafga chiqarib qo'yibdilar. ushbu xonadonimizda ko'rib turganlaringizdek shunday tandirlar ham bor ekan. Bu uyni xonalarining kvadrati 65 kvadrat, shuningdek orqa hovli ham bor. Ushbu xonadonimizning tan narxi 27 ming AQSh dollari, yana kelishiladigan joylari bor. Kimga ushbu xonadon qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. Bizga keladigan bo'lsak, Balandchorrada 50-maktab to'g'risidagi ko'chadan o'ng tomonda joylashgan xonadonimiz.